Ko'rinishidan xuddi pirojkiga o'xshaydigan noodatiy, juda ham mazali nonushta va tez tayyor bo'ladi. Tuxum, smetana, razlixiyetil un solib, yaxshilab aralashtiramiz. Men Rizo kolbasalardan foydalandim. Varyonik kolbasamizni parrak qilib bir xilda kattalikda chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgan qalinlikda qilib to'g'raymiz. So'ng aralashmamizga har bir kolbasani solib, yaxshilab ikkala tomoniga surtib chiqamiz. Qizigan skоворodkamizga yog' solib, kolbasalarimizni yog'da chiroyli qilib qizartirib olamiz. Nonushta uchun juda ham tez tayyor bo'ladi. Souslar bilan bolajonlar mazza qilib tanovul qiladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.